Mol go'shtligidan 4 ta beramiz. Говядина dedingizmi? Siz ismingiz kim? Ha? Ismingiz kim? Men Afg'oniston. Ismingiz как вас зовут? Meni zovut Said. Saidova. Assalomu alaykum. Akajon salom yaxshi. Baxayrsiz, borsiz. Joningiz jormi? O'tiring, choy iching aka. Bo'ladi, biz narsa olib ketamiz. Sizlarga bu shashlik kaboblar bormi? Bor, ha. Tashlik kabob olish bilan xalos bo'ldi. Hamsoyimizga borish bilan. Halol bilan ham. Halol. Ana, biz bemalol hozir xalos bo'libdi, tugabdi. Lekin halol deyapti, bemalol kelib olib ketsalaringiz bo'ladi. Lokatsiyalarini ham belgilab qo'yaman. Ariana degan joyda biz Gurgonda. Bo'lar ekanmi? Ha? Bu 4 ta somsa. 4 ta sambusa, 2 ta non. 2 ta non. Hammasi 50 ta. Bu qancha bo'ldi? 100 bo'ldi. Bittasi 100 dan 400, bu ikkitasi 100, 600. 500 bo'ldi. 500 bo'ldi. 500 bering. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Inshaalloh yana kelamiz. keling oshi. Bale, bo'ladi. Iftorga. Hammasiga ertaga kelamiz. Assalomu alaykum, rahmat. Biz 4 ta somsa oldik, mol go'shtli ekan. 2 ta non oldik, yopgan non. Ha? Zavtrikka, inshaalloh saharlikka isitib yeymiz. Baquvvat bo'lamiz bugun safar. Ha, bugun ancha baquvvat bo'ladi. Ichkarida zo'rnasalar zakasi qo'ydik. Mana Bizda asarti deyiladi ichkaridagi Bizda zakat asarti degan deyiladi. ovqatimizda. hammasidan zakasi qilib qo'ydik. Siz mana kirgan, men Majid og'a bilan bitta gaplashayapman. Xo'sh.